Amerika Dövlət Məclisi Avam Palatasının 43 nəfər əzası 8 mart günü Amerika Tashqi İşlər Ministri Blinken bilan Amerikanın BDT'də turuşluq baş elçisi Linda Thomas Greenfield xanımğa imzalıq məktub yazıb. Xitay hökuməti tərəfindən nahaq tutqun qılınan Uyğurlarning, cümlədən Xitay türməsidəki Gülşən Abbas, Kamila Vahid, Qurban Mahmud, Ahmadcan Cümə qatarlıq tutqunlarning qoyub berilishi uchun Xitoyga oshkora besim ishlatishni talab qilgan. Məktubda biz ministerliklarning BDT kishilik huquq kengashida Amerika Qo'shma Shtatlarga vakillik qilish rolini joriy qildirib, Xitoyda xohlagancha tutqun qilingan kishilar uchun davomli aktiv faoliyat qilishni kuchli ravishda undaymiz. Bo'lib mislardan Amerika fuqarosi bo'lgan Uyg'urlarning yurtida tutqun qilingan oila a'zolarini qo'yib berishga oshkora chaqirishinglarni talab qilamiz deyilgan. Maktubda yana Xitoy hukumati tomonidan nohaq tutqun qilinib qamoqqa hukm qilingan doktor Gulshan Abbas, Universitet o'quvchisi Kamila Vahid, Xinjiang Madaniyat jurnalining sobiq bosh muharriri ataqliq jurnalist Qurban Mahmud, tadqiqotchi, shoir va adabiy tarjimon Ahmadjon Juma qatorliqlar alohida tilga olingan. Maktubda mundaq deyilgan: hech qanday bir Amerika fuqarosi Xitoy Xalq Jumhuriyatining bostirish harakatining qurboni bo'lmasligi kerak. Biz sizning BDT kishilik huquq kengashida Amerika Qo'shma Shtatlarining qimmat o'lchamlariga vakillik qilayotganligingizni rahmat aytamiz. Biz sizning Xitoy Xalq Jumhuriyatida izchil davomlashayotgan kishilik huquq dafsandichiligiga xotim berish yo'lidagi tirishchanligingizni qo'llaymiz. Shuningdek, biz sizni Xitoy Xalq Jumhuriyatiga nohaq tutqun qilingan Uyg'urlarni, bo'libmi yuqorida ismi tilga olingan shaxslarni qo'yib berish uchun besim ishlatishga chaqiramiz. Maktubda qayd qilinishicha, Avam Palata a'zolari Amerikaning bu yil 1-oydagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoy kishilik huquq xotirasini qarorlik baholash yig'inida Xinjiang, Tibet, Hong Kongdagi xohlagancha tutqun qilingan barliq kishilarni qo'yib berishni talab qilishidan, shundaqla Xinjiangda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni tanqid qilishidan minnatdor bo'ldi.